Oxirgi payt kiberxavfsizlikdan rosa ko'p ogohlantirishyapti, chunki rosa ko'payib ketdi. Har xil nomerlardan telefon qilib pul yechib olishyapti, kredit olib qo'yishyapti yoki haliginaqa fayllar tashlashyapti, video fayl ochib ko'ring, bir narsalar. Bitta akaxonam sinfdoshlar bitiruv videosi deb tashlab bergan ekan, ochib qo'yibdi. U keyin qiziga 2002-yil, ular maktabni bitirmagan. Endi shu bizni avlodi har holda biladi bu narsani. Biz avlodi bolalarga qiyin bo'ladi. Biz Chrome Historia'ni ham tekshirishni bilamiz. Endi bu gap bu haqida emas. Sal yosh kattaroqlar babi sodda. Shuning uchun mana men o'zim xohlab ogohlantirib qo'yaman. Sizlar ham o'zingizlar xohlab ogohlantirib qo'yinglar. Har xil fayllarni ochib qo'yishmasin. Begona nomerdan kod so'rashsa aytib qo'yishmasin. Uydagilarni ogohlantirib qo'yinglar, chunki men umuman xohlamayman mashinlarni qozoni qaynashini, to'g'risi, buni orqasidan. Ularni o'ziga tushuntira olmaysiz. Bunaqa qilma desangiz, men mana shunaqa it emib qo'yganman yoshligimda. Dadam kimligini ayam aytmagan deb turaveradi. Iloji yo'q, asib burningni manetiga ugri chiqsin deb qarg'ashdan boshqa hech narsa qila olmaymiz, to'g'risi. Shuning uchun ogohlantirib qo'yinglar.